Assalomu alaykum hurmatli auditoriya. Bugungi book treylerimiz O'tgan kunlar romani haqida bo'lib o'tadi. O'tgan kunlar romanining ma'no mundarija doirasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olingan. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'lida hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilardir. O'tgan kunlar bamsoli ulkan va tiniq ko'zgu. Unda o'zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy ma'naviy dunyosi, bo'y basti, qiyofasi keng ko'lamda aniq ravshan gavdalantirilgan. O'tgan kunlar bir qarashda an'anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning ishqiy sarguzashtlari, fojiasi juda katta mahorat bilan tasvir etilgan. Asardagi ishqiy sarguzashtlar kitobxonni hayajonga soladi. Otabek va Kumushning go'zal baxtini barbod etgan omillar kishini chuqur o'yga soldiradi. Abdulla Qodiriyning o'zbek romanchiligi asoschisi sifatida tan olinishiga sabab bo'lgan ushbu asar voqealari tariximizning bir ko'rinishi. Muallif ta'kidlaganidek, o'zbeklar turmushida tarixiy romandir. Taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy o'zining O'tgan kunlar romanida o'zaro urushlar girdobiga botib qolgan vaqtini, aysh-ishratda o'tkazayotgan xonlar va amaldorlarning qilmishlari qanday oqibatlarga olib kelishini yaqqol tasvirlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.